Diqqat, tezkor xabar. Statistik ma'lumotlarga qaraganda bir kunda 140 ga yaqin oila ajrashayotgan ekan. Demak, ayrim videolarga ko'zim tushib qolyapti. Bir qizga savol bersa, qanday yigitga erga tegishni xohlaysiz desa, oyiga 15 ming dollar pul topadigan yigitga deyapti. Bir iymonli va insofli demayapti. Hamma emas, ayrimlar. Va bir yigitga savol bersa, u ham shunaqa bir bo'mag'ur javobni beryapti. Bu ikkita durakdan qanaqa oila quriladi? Keyin ayrim provokator ayollarimizga ko'zim tushib qolmoqda. Video kontent qilyapti. Mashina va uyini olib chiqyapti-da. Mana men erimdan ajrashganimdan keyin juda ham baxtliman deya o'zini ko'z qilyapti. Sizga savol beraman. Rostdan ham baxt topgan inson baxtliman deya chiqish qilishiga ishonasizmi? Aslida men ishonmayman. Agar rostdan ham shu temir teski bilan baxt topgan bo'lsa, uni fikrlash doirasiga bu yerdan ham baho berib olsangiz bo'ladi. Yana ayrim provokatorlarimiz chiqyapti, qarang chiqishini. Men bu dunyoga erim yoki boshqasini xizmatini qilishga kelmaganman. Men qul emasman. Nimadir, yana nimadir qisqasi. Qul so'zini atamasini ma'nosini aytaman. Miloddan avvalgi yoki 300-400 yil oldin kutiga xipchinma urre urib ishlatadigan zamon bo'lganda, o'shanaqa odamiylik nolga teng zamonlar ham bo'lgan. Kutiga xipchinma urre urib ishlatgan. Uni qadri nolga teng bo'lgan, minusga teng bo'lgan, nolga ham emas. O'sha qul hisoblanadi. 24 soat ishlaganda, dalada bo'lsa ham, qayerda bo'lsa ham qisqasi. Bu qul atamasiga alishtirmaylar oilaviy munosabatlarni umuman. Juda bo'rttirib olishga usta bo'lib ketdi chiqib. Endi nima deymiz endi? Gapni qisqa qilamiz. Shunaqa oilaviy urf-odatlarimiz, milliy qadriyatlarimizni buzishga urinayotganlarga insof bersin deymiz. Boshqa hech qanaqa qo'limizdan hech qanaqa jarayon kelmaydi. Hammaga rahmat.